Chus shahridagi zinapoyamiz apalibkasini biz bergan ekanmiz. Zinapoyamiz juda idealniy darajada chiqdi. O'rtadan kirish, ikki tomondan chiqib ketish. Zinapoyamiz eni 1 metrdan tushgan. Razmerlari 15 ga 30, oyoq qo'y hollari 30 cm, tikkaligi 15 standart bo'yicha tushgan. O'rtada monolitlari bor. Ve shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Usta aka yetadimi? Yuraveramizmi? Juda idealniy darajada chiqdi. Siz aytgan 6lik var, 5lik ham bormi? Bu yerga stoyka emas, betonda arka qilib beramisak, uy egalariga mana shu variant to'g'ri keldi. Shunga stoyka qo'yib berdik. Masalan, betonda arka ham yasab bersa bo'lardi bu joylarimizga. Beton zina xizmati bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarsizlar. Ishimiz O'zbekiston bo'yicha. Odiylik ustalar tomonidan qurib bitkazib beriladi.